Sevgi degani nimani tushunasiz? Sevgi so'zini ma'nosi nima? Men sevgi yo'q deb o'ylayman. Sevgi yo'q deb o'ylaysiz. Sevgi yo'q deb ishon. Hozir men bilan talashyapsiz. Endi bilmadim. Sevgi yo'q deb Sevishganmisiz, o'ylayman. ishonganmisiz degan savolni uchun menga beryapsiz. What? Ya hozir qarang, sizni gapingiz bunaqa bo'lyapti-da. Yo'q, men sevgiga ishonmayman, sevishmayman. Men shuni deb eshitdim, shu uchun aytdim. Gaplashganmisiz? Hozirgi pakalinaga umuman gaplashmagan qiz o'zi yo'q bo'lsa kerak. Uzr, lekin hozir shuni deb o'ylayman. Yo'q, men gaplashmaganman demadim, men gaplashganman, lekin sevmaganman. Yaxshi ko'rish boshqa narsa, sevish Bo'ldi, boshqa narsa. shu savol qiynatyapti. Rahmat. Nechtasini yaxshi ko'rgansiz? Va, 3 ta va. Sevmagansiz, prosta yaxshi ko'rgansiz. Endi qiziqda, to'g'risi. Endi birinchi Talpaga olmay turinglar, har yana. To'da javob bersang. Aldayman. Aldaysan-ku Sardor deydi-yu. Aldaysan-ku Sardor, haqiqatni gapiringlar. Aldaysan-ku Sardor. bo'ldi, hayajonlanib qolasiz. Bo'ldi, keyin. Xo'p, demak, qizimiz sevgiga ishonmaydilar, to'g'rimi? Bir ko'rsa muhabbatga ishonmaysiz. Hamma qizlarcha shumi? Bir ko'rishda yaxshi ko'rib qolish mumkin, lekin qanaqadir muhabbat bo'lmaydi-da. Lekin ko'rinishi yoqishi mumkin, yaxshi ko'rib qolish mumkin. Women. Lekin muhabbat bo'lmaydi. Siz uchun birinchi navbatda ko'rinishmi yoki xaraktermi? Xarakter. Endi nimaga aldaymiz? Nimaga aldaveramiz? Yo'q, ko'rinish ham bo'lish kerak. Durasizlar. Ko'z bilan qaraysizlar-ku. Xarakter qayerdan bilib qoldinglar? Birato'la srazu. Voy, sani xaraktering zo'r ekan deb. Ko'rinish haqiqatan. Aldanaylik. Yo'q, to'g'ri, ko'rinish ham muhim, lekin agar xarakter raso bo'lsa, U keyin ko'rinish ikkinchi muhim. Ustozim aytardilar, qanaqa ayol kishsa agar makkora bo'lmasa endi. La ты крыса.